Xayollarga bo'laman tutqun. Hikoya. O'tkir Hoshimov. Ko'rmay desam, ko'zim ko'remas. Yurmay desam, oyog'im butun. Ammo qalblar ortiq jo'r emas. Xayollarga bo'laman tutqun. Mir Temir. U ketdi. Yaproqlari oqshom shabadasida ohista silkinib turgan bir tup o'rik tagidan burilib o'tdi-yu, muyulishda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qarg'ashoyi ko'ylagining etagini, quloqlarim ostida anhorning qiqir-qiqir kulgisi-yu, xo'rsinishga to'lgan qiz yig'isi qoldi. U ketdi-yu, ko'z o'ngimda iztirobga to'lgan, ham yaqin, ham uzoq siymosi qoldi. Ko'zlarimda yosh qalqidimi? Yo'q. Axir nega endi? U ketdi. U ketdi-yu, xayolimda ham shirin, ham achchiq, ham quvnoq, ham alamli uzuq-quyuluq xotiralar qoldi. O'shanda men birinchi kursda o'qirdim. Birinchi imtihonni topshirgan edim. Qiziq, yoshlik ekanda. Birinchi kurs talabalarining hammasida bo'ladigan odat menda ham bor edi. O'zimni juda bilimdon, yuqori kursdagilardan ham, goho domlalardan ham ko'proq narsani biladigan kishi hisoblardim. Ha, men mag'rur edim. Buning ustiga birinchi imtihondan a'lo baho oldim. Men shod edim. Allaqayoqlarga uchkim, baland-baland parvoz etkim kelardim. Gavjum yo'laklardan borarkanman, hech kimni ko'rmas, hech nimani sezmas edim. Trolleybusga chiqdim. Bo'sh o'rindiqqa o'tirib, kitob varaqlay boshladim. Kitob o'qirdim-u, satrlar mazmunini o'zim ham tushunmasdim. Xayollarim olislarga yetaklab ketardi meni. Yonimga kelib o'tirgan qizga parvo ham qilmabman. Bir vaqt u piq-qitib kulib yubordi. Odamga qaragingiz ham kelmaydimi, Erkin aka? Cho'chib o'girildim. Iye, Xolida, xijolatdan qip-qizarib ketgan bo'lsam kerak. Xolida yashnab kulib yubordi. Noqulay ahvolda iljayib unga razm soldim. Hech o'zgarmabdi. Doim nimanidir kutganday bolalarcha javdirab turuvchi charos ko'zlari ham, chehrasiga allaqanday soddalikmi, bo'shanglikmi o'xshash ifoda beruvchi qalinroq lablari ham o'zgarmabdi. Bu o'sha Xolida edi. Bundan yarim yilcha avval o'zim bilan bir partada, o'rta maktab partasida o'tirgan Xolida edi. Hech o'zgarmabdi. Faqat meni aka deb ataganiga hayron bo'ldim. Maktabda bo'lsa har doim "Ey bola" deb chaqirardi, shayton qiz. Xayolimni yig'ishtirib olmasindanoq Xolida yana hujumga o'tdi. "Ja, talaba bo'lib, o'qishlar yaxshi ketyaptimi?" dedim so'zimning yarmisini yutib. Men uni sizlashimni ham, senlashimni ham bilolmay bir zum istihola qilib turdim-da, faqat gapirish uchungina so'radim. "Siz qayerda o'qiyapsiz, Xolida?" Bilmadim, Xolida savolimni eshitmadimi yoki e'tibor bermadimi, yuzini chetga burib, u yoq-bu yoqqa alanglay boshladi. Oldiroqda turgan ayolni chaqirib joy berdim. Men ham darrov turib ketdim. Ikkovimiz yonma-yon turib anchagacha jim ketdik. Keyin Xolida yana avvalgiday jilmayib so'radi. "Shunday qilib, jurnalist bo'lar ekansizda. Ko'rsam maylimi?" Xolida qo'limdagi kitobni oldi. Louis Aragon. Yaxshi yozuvchi bo'lsa kerak-a? Men indamay bosh silkib qo'ydim. Xolida kitobni varaqlarkan, ichidan zachot daftarim chiqib qoldi. U menga yov qarash qildi. Quyuq qoshlari bir to'lg'anib qo'ydi. "Ruxsatsiz ko'rsam xafa bo'lmaysizmi?" Men avvaliga mayli dedim-u, keyin birdan uning qo'llariga yopishdim. Surat. Axir daftar ichida o'zining surati bor-ku. Ko'rsa nima xayolga boradi? Bitiruvchilar kechasi o'tkazilgan kuni sinfdoshlarimiz bilan surat almashgandik. Negadir Xolidaning suratini o'shandan beri yonimda olib yurardim. Nimaga shunday qilayotganimni o'zim ham bilmasdim. Faqat Xolidaning menga boshqacharoq qarab yurishini bolalar shama qilishardi o'shanda. Menda ham shu qizga nisbatan mehrmi, allaqanday his uyg'ongandi. Lekin nima uchundir shu topda unga suratini ko'rsatkim kelmadi. "Xolida, kechirasiz, mumkin emas", dedim sun'iy iljayib. Zachot daftarimni cho'ntagimga solib qo'ydim. "Kechirasiz? Sizning ichki ishlaringizga aralasha olmayman. Xolida hazillashyaptimi, chindan gapiryaptimi bila olmadim.
Oraga tushgan sovuq vaziyatni yo'qotish uchun tayyorroq so'z qidirar, ammo tilim kalimaga kelmasdim. Trolleybus hadraga yaqinlasharkan, Vatan kinoteatrining katta-katta afishalari lip etib ko'rinib o'tdi. Yaxshi kino ketyapti. Tushamizmi? Men bu gapni ham faqat oradagi o'sha noqulay vaziyatni buzish uchun aytdim. Dabdurustdan kinoga taklif qilishim Xolidani o'ylantirib qo'ydi. Men uning yo'q deyishini kutib turardim, ammo yo'q demadi. Yelkasini uchirib qo'ydi. Bilmasam, "Bo'pti, yuring", dedim quvonib. Kinodan chiqib, zinalar yonidagi pastak archa tagida biroz turib qoldik. Erkin aka, bilasizmi? Xolidaning yonoqlari qip-qizarib ketdi. Bir o'rim sochining uchini tutamlab turib, tutilib gapirdi. Bilasizmi, men sizga xalaqit bermaymanmi? Shu topda u ko'zimga juda sodda, juda pok, shu bilan birga allaqanday sirli ko'rinib ketdi. Bu savol oldida o'zim ham esankirab qoldim. Yo'q-e, nimaga endi? Bo'lmasa, kelar haftaning shu kuni, shu soatda, shu yerga kelsam, yo'q demaysizmi? Xolida battar qizarib ketdi. Quyuq qayrilma kipriklari yuziga to'kildi. Xolida, kelasizmi? Rostdan kelasizmi? Dedim sevinib. Men ketdim. Xayr. Xolida yerdan ko'z uzmay keskin burildi-da, kelib to'xtagan trolleybusga qarab yugurdi. Sariq jemperiga quyib qo'ygandek yarashib tushgan bir o'rim yo'g'on qo'ng'ir sochining silkinib borayotganini ko'rib turdim. U trolleybus zinasiga oyoq qo'yarkan, menga bir o'girilib qaradi. Nazarimda muloyim, juda muloyim jilmayib qo'ygandek bo'ldi. Shundagina men uni kuzatib qo'yishim kerakligini tushundim. Axir biz u bilan yonma-yon mahallada turamiz-ku. Ammo men kechikkan edim. Trolleybus bir silkinib yurib ketdi. Turgan joyimda serrayib qoldim. Hozirgina bo'lib o'tgan gap so'zlar quloqlarim ostida dilrabo kuy sadolaridek jaranglar. Shu kuy meni bir umr sarxush qilib qo'yayotgandek bo'lardi. Kelasi uchrashuvgacha shu kuy og'ushida yashadim. Chorshanba kuni Xolidani xuddi o'sha yerda, kinoteatr zinalari yonidagi pastak xonaki archa tagida kutib oldim. Xolida bu safar o'ziga sal oro bergan, boshini yaqinda yuvgan bo'lsa kerak. Uzun sochlarining nami hali qurimagan edi. Bugun kinoga tushmay qo'ya qolamiz. Xo'p, Xolida qoshini chimirib, chiroyli jilmayib qo'ydi. Ixtiyoringiz. Hali oqshom qo'nib ulgurmagan katta ko'chadan O'rdaga, Anhor tomonga yurib ketdik. Uydagilar yaxshi o'tirishibdimi, Xolida? Dedim uning qadamiga qarab ohista borar ekanman. Rahmat. Xolida anchagacha jim qoldi. Anhor ko'prigidan o'tib, daraxtzor orasiga kirdik. Oqshom eng avval shu yerga qo'nadi. Daraxtlarning tekis shovullashi Anhorning bezovta to'lqinlari ovoziga qo'shilib, beozor, orombaxsh sukunatni chuqurlashtirayotgandek bo'lardi. O'tiramizmi? Anhor labida turgan pastak o'rindiqqa imo qildim. O'tirdik. Anhorning tub-tubidan qaynab chiqayotgan suvga tikilgancha qoldik. Anchagacha ikkovimizdan ham sado chiqmadi. Erkin aka, siz meni odobsiz qiz deb o'ylayapsizmi? Xolida javdiragan ko'zlarini ko'zimga qadadi. Hayron bo'ldim. Nega endi? Xolida anchagacha indamadi. Rosti, o'zimdan o'zim sizga... Xolida boshini yana ham quyiroq egdi. Qiynalib gapirdi. Lekin nima qilay? Faqat siz meni haydamasangiz bo'ldi. Butun vujudimni hali hech sezilmagan, hali hech sinab ko'rilmagan allaqanday yoqimli titroq qopladi. Hali ishq nimaligini bilmagan yurakda nozik, juda nozik, shamchiroqdek bir o't, sevgiga chanqoq o't yiltillab turar ekan. Mayingina muhabbat shabadasi bir marta, faqat bir marta siypalab o'tsa, bu uchqun lovullab ketar ekan. Xolida, axir nega unday deysiz? Xayolimni yolg'iz siz olib qo'ydingiz-ku axir. Menga nasib bo'ladimi, yo'qmi deb xavotirlanib o'zim ham topolmay yurgan aziz bir narsani, qiz muhabbatini taqdim qilasiz-ku. Men yana ancha gaplarni aytdim. Yuragimdagi hislarimning hammasini to'kib solgim kelardi-yu, ammo shu hislar oldida o'zim ojiz edim. Rostmi? Shu gaplaringiz rostmi? Xolida qayrilma kipriklarini ko'tarib ko'zlarimga tikildi. Entikib ketdim. Nahotki menga ishonmasangiz? Xolida sekin bosh silkidi. Ishonaman. Lekin keling, endi bir-birimizdan sir yashirmaylik. Xo'p? Sizdan nimani ham yashiray? Yolg'onmi? Xolida ayyorlik bilan qoshini uchirib qo'ydi. "O, anunda zachot daftarchangizni nega tortib oldingiz?"
Unda sizning suratingiz bor edi, Xolida. Rostdanmi? Xolida yana o'sha bolalarcha soddalik bilan ko'zlarini jovdiratdi. Shu kuni ikkalamiz uygacha piyoda ketdik. Men Xolida bilan xayrlashgan daqiqadan boshlaboq yuragimda so'nmas bir o't alangalana boshladi. Bu o't hech to'xtamas, visol damlari yaqinlashgan sayin kuchayar, faqat o'zini ko'rsam sal bosilardi-yu, xayrlashishimiz bilan yana lovullardi. Bu o't 2 yilgacha, yo, undan keyin ham, shu kungacha ham hech pasaymadi. Lekin nedayki, goho taqdir seni izmingga emas, sen taqdirning izmiga bo'ysunishga majbur bo'lib qolarkansan. 2-kursning oxirgi imtihonini topshirgan kunim Samarqandga, viloyat gazetasiga 3 oylik praktikaga ketish oldidan Xolidani uchrashuvga taklif qilgandim. Ammo u kelmadi. Har gal 5 minut kutirib qo'ysa, alamimni papirosdan olardim. Bu safar papiros ham dosh bera olmadi. Xuddi o'sha anhor bo'yidagi pastak o'rindiq yonida 1 soat turdim. Yuragimda cho'lg'agan shubhalar chigallashib ketdi-yu, shahar ko'chalarida anchagacha aylanib yurdim. O'sha tanish xiyobonlar, o'sha sokin anhor, juft bo'lib sayr qilib yurgan o'sha sevishganlar bir dardimni 10 qilardi. Xayolimda 2 savol, 2 muammo hukmron edi. Xolidaning oldiga boraymi, yo'qmi? Ehtimol unga bir nima bo'lgandir. Yo'q. Axir kuni kecha o'zim ko'rdim-ku. Agar u shunchaki noz qilayotgan bo'lsa-chi? Shu topda uning uyiga, ostonasiga bosh urib boramanmi? Yo'q. Baribir muhabbat ustunlik qildi. Xolidaning ko'chasiga qanday qilib borib qolganimni o'zim ham bilmayman. Ularning uyi tor ko'chaning ichida edi, ammo nechanchi eshik ekanini bilmasdim. Har safar uni kuzatib qo'yganimda ko'cha boshida xayrlashardik. Xolidaning o'zi ham uyalarda shekilli ko'cha ichiga kirishimni xohlamasdi. Bir lahza ikkilanib turdim-u, ko'cha ichiga kirdim. Lekin 20 qadamcha yurar-yurmas to'xtab qoldim. Ikkala tavaqasi lang ochib qo'yilgan eshikdan bir qo'lida belkurak, bir qo'lida kattakon paqir ko'tarib Xolidaning akasi chiqib qoldi. Men uning otini ham bilmasdim. U bizdan 3 yil avval maktabni bitirgan. Hozir allaqanday idorada ishlayotganini eshitgandim. U menga qayrilib ham qaramay, paqirga simyog'och tagiga uyib qo'yilgan ko'mirni olib sola boshladi. Yaqinroq kelib salom berdim. U belkurakni tashlamay engashib turgan ko'yi yelkasi osha menga qaradi. Qaradi-yu, birdan qaddini rostladi. Jingalak sochi ter aralash peshonasiga yopishib qolgan, ko'mir tegib qorayib qolgan maykasi ham ho'l bo'lib ketgandi. Bilmadim, salomimni eshitmadimi, ali qolmadi. Yaxshilab tanib olmoqchi bo'lgandek menga uzoq tikilib qoldi. Keyin peshona terini shaxt bilan sidirib tashladi-da, ko'zimga tikilib turib so'radi. "Xo'sh, xizmat." Birdan esankirab qoldim. Uyalib ketdim. Nima deyishimni bilmay to'g'risini aytib qo'ya qoldim. "Xolidaxon bormilar? Akasi kerak emasmi, akasi?" Uning rangi o'chib, belkurak ushlagan qo'li asabiy qaltiray boshladi. Meni yeb yubormoqchi bo'lganday tishlarini g'ijirlatib ta'kidladi. "Qadamingni bilib bos, bola. Qizlarga osilgandan ko'ra burningni eplasang-chi. Kimsan o'zing? Dadangga o'xshagan sartarosh bo'lasan-da. Esing borda tuyog'ingni shiqilatib qol. Ha." Ko'z o'ngim qorong'ilashib, butun vujudim lovullab yona boshladi. Quloqlarim shang'illab ketdi. Inson uchun bundan ortiq haqorat, bundan ham uyatli narsa bormi? Xayolimda eng muqaddas narsa deb yurgan uy shumi hali? Yuragimning eng chuqur joylarida izzatini ardoqlab yurgan kishilarim shu bo'ldimi? Yo'q, men unga bir og'iz ham gapirmadim. Gunohkor odamday boshimni quyi solgancha burildim-u, madorsiz oyoqlarimni sudrab bosib yurib ketdim. Yo'q, men endi bu ko'chaga hech qachon qadam bosmayman, hech qachon. Yaxshi ko'rish, yalinish, yolvorish degan gap emas. Men Xolidaning oldida gunohkor emasman, yalinmayman ham. Ertasiga ertalab Samarqandga jo'nab ketdim. Ketdim-u, xayolim shu yerda, Xolida bilan qoldi. O'zimcha bu bema'nigarchilik uchun Xolidaning mendan kechirim so'rashini kutardim. Rostdan ham bir haftaning ichida Xolidadan ketma-ket 2 ta xat oldim.
Ikkala xatning ham mazmuni bir xil edi. Men siz bilan uchrashishim kerak. Tezroq yetib kelmasangiz bo'lmaydi debdi. Qayoqqa boraman? Yana o'sha uygami? Kimning oldiga boraman? Meni shunchalik haqorat qilgan odamning oldigami? Nimaga boraman? Yalinish, yolvorish uchunmi? Xolidaga xat yozish uchun 3 marta qo'limga qog'oz qalam oldim-u, ammo yoza olmadim. Har safar qalam ushlasam, ko'z oldimda uning akasi jonlanar, nazarimda menga nafrat bilan tikilib turar, ayamay haqorat qilardi. Baribir bo'lmadi. Oradan 2 oycha o'tgandan keyin Xolidaga xat yozdim. Yozishga yozdim-u, o'zimdan o'zim afsuslanib qoldim. Xatimga javob kelmadi. Qaytib borganimdan keyin Xolida bularning hammasi uchun mendan uzr so'raydi deb yurgandim. Yo'q, butun xayolim puchga chiqdi. Praktika tamom bo'lay deb qolganda sobiq maktabdosh do'stim Javdoddan xat keldi. Xat juda qisqa edi. Xolidadan umidini uz. Erga tekkaniga 15 kun bo'ldi. Akasining o'rtog'iga tegibdi. Xatni burda qilib uloqtirdim. Bevafo, yaramas, sotqin. Yana qaysi so'z bilan atay o'shani? Yo'q. Nafratlashga, la'natlashga ham holim qolmagandi. Kipriklarimni to'sgan yosh pardasi tomog'imni bo'g'ib qo'ygandi. Baribir endi ishlay olmasligimni tushundim. Lash-lushlarimni yig'ishtirib uyga qaytdim. Avtobusdan tushishim bilan ataylab Xolidalarning ko'chasiga burildim. Negadir uni shu yerda, shu ko'chada uchratishimga ishonardim. Ha, yanglishmabman. Men uni ko'rdim. Faqat uzoqdan, orqasidan ko'rdim. U ko'cha eshik oldida to'xtagan yap-yangi Volga mashinasining yonida xayol surgandek qimirlamay turardi. Kulrang Macintosh ustidan qo'ng'ir sochlarini tashlab olgan. Birovdan cho'chigan odamdek to'xtab qoldim. Qora galstuk taqqan novchagina yigit chiqdi. Bilagidan ushlab Xolidani mashinaga o'tkazdi. Keyin o'zi rulga o'tirdi-da, haydab ketdi. Chamadon bandini jon jahdim bilan qisganimdan barmoqlarim qisirlab, o'ng qo'lim titray boshladi. Molparast, amalparast. Yana qancha turganimni bilmayman. Quyosh tikkaga kelib ayovsiz qizdardi. Asfaltdan ko'tarilgan chuchmal hovur ko'nglimni behuzur qila boshladi. Mayli, dedim o'zimni yupatib. Xolida kuyinishga, o'rtanishga ham arzimaydi o'zi. Meni unga olib beradigan mashinam yo'q-ku axir. Bu so'zlar bilan yupana olmasligimni bilsam ham, o'zimni ovutishga tirishar. Ammo o'zimni ovutishga, Xolidani unutishga qancha urinsam, uning xotirasi qalbimga shuncha mahkamroq o'rnashib borardi. Men uchun faqat bir narsa ayon edi. Xolida bevafo qiz. Shu kungacha men faqat mana shu fikr bilan yashadim. Ammo bugungi voqealar butun fikrimni ostin-ustun qilib yubordi. Ko'zim moshdek ochildi. Bugun ham Xolidani xuddi o'sha birinchi safardagi kabi trolleybusda uchratdim. Eshikdan kirishim bilan orqa deraza yonida turgan Xolidaga ko'zim tushdi-yu, yuragim jiz etib ketdi. Konduktorning yoniga o'tib oldim. Endi pul uzatayotgan edim, orqadan Xolidaning tovushi eshitildi. 2 bilet bering. Titrayotgan qo'llarimni yashirish uchun cho'ntagimga suqdim. Yo'q, yuragimni rashk emas, g'azab ham emas, alamli bir iztirob chulg'ab olgandi. O'girilib qaramaslikka harakat qilib indamay turaverdim. Ammo Xolidaning o'zi qarashga majbur qildi meni. Erkin aka, sizga ham bilet oldim. Yelkam osha nazar tashladim. U hali ham o'zgarmabdi. Bolalarcha jovdirab tikiluvchi ko'zlari endi ehtiyot bo'lib boqardi kishiga. Rangim o'chib ketganini o'zim ham sezib turardim. Rahmat, hisobni to'g'rilab qo'ymoqchi bo'psiz-da. Birdan Xolidaning ham rangi o'chdi. Burni qisilib, lablari pirpirab uchdi. 2 tomchi yosh ko'zlaridan duv etib yumalab tushdi-yu, keyin yelkalari silkinib, unsiz yig'lay boshladi. Dovdirab qoldim. Odamlarning bizga hayron bo'lib tikilayotganini ko'rib, trolleybus to'xtashi bilan Xolidani sudrab tushib ketdim. O'zingizni bosing, dedim quruqqina qilib. U yoq-yoqqa alanglab tushgan joyimizni tanidim. O'rda ekan. Xolidani qo'yib yubormay, anhor bo'yiga olib tushdim. Sarg'ish qumni yalab oqayotgan suv qirg'og'iga yetib kelganimizdan keyin qo'lni qo'yib yubordim. Yuzingizni yuvib oling. Xolida ho'l qumda chuqur iz qoldirib suv bo'yiga cho'nqaydi. Men o'rindiqda o'tirdim. Deyarli hech narsa o'zgarmagan. Oqshom sukunatini chuqurlashtirib shovullayotgan daraxtzor ham, ohista oqayotgan anhor ham, muyulishdagi bir tup o'rik ham hammasi o'sha.
pastak o'rindiq ham o'z o'rnida turibdi. Faqat bir narsa yetishmaydi. Qani o'sha belanchakka solib allalaganday shirin hislarga yetaklagan suhbatlar. Qani o'sha yigit qalbining ilk muhabbat chog'ini alangalatgan so'zlar. Qani o'sha bolalarcha ma'sumlik bilan javdiragan ko'zlar. Qani? Nahotki hammasi yoshlikning sirli so'qmoqlarida tozali bir iz qoldirib, o'tmishga singib ketgan bo'lsa. Xolida hamon cho'nqayib o'tirgancha suvni shapillatib yuvinar, yelkasidan oshib tushgan sochining uchi to'lqinlar yuzida o'ynab ho'l bo'lib ketgandi. Men bo'lsam, uning ko'z yoshlari suvga qo'shilib oqib ketayotganini his qilib turar, o'zim ham yuragimni o'rtab yuborayotgan hislarimni bazo'r to'xtatib o'tirardim. Nihoyat Xolida qizil sumkachasidan shoyi ro'molcha olib, yuzlarini arta-arta yonimga kelib o'tirdi. Anhorga tikilgancha o'tiraverdim. "Gapiring, Erkin aka", dedi u qizarib ketgan ko'zlarini menga tikib. "Nimani?" Bir yigitga ko'ngil qo'yib, boshqasiga tegib ketgan qiz qanday ta'nalarga loyiq bo'lsa, shularni hammasini gapiravering. Sizga aytadigan gapim bitta. Baxtli bo'ling. Siz, o'rtog'ingiz, yana qanaqa tilaklaringiz bor? Xolidaning bu gapi ta'na bo'lib eshitildi. Yuragimdagi iztirob o'rnini g'azab egalladi. "Bo'lgani shu", dedim cho'rt kesib. Xolida anchagacha javob bermadi. Anhor qattiqroq shovullay boshladi. Xiyobon tepasida chiroqlar lip-lip etib birin-ketin yondi. Kutilmaganda Xolida xorg'in kulib qo'ydi. "Qaysi kuni tush ko'ribman. Ikkalamiz shu yerda. Yo'q, bu yerda emas, boshqa joyda, kattakon anhor bo'yida turganmishmiz. Yuvinaman deb egilsam, boshimdan ro'molim sirg'alib tushib, suvga oqib ketibdi. U birda menga ko'k shoy ro'mol sovg'a qilgandingiz-ku, ana o'sha ro'molmish. Qo'limni cho'zsam hech yetmasmish. Erkin aka, qarang, ro'molim oqib ketyapti desam, indamay turaverdingiz. Jon Erkin aka, tutib bering ro'molimni. Axir uni o'zingiz olib bergansiz-ku. Qarang, endi uni boshqa odam tutib oldi desam, arazlab burilib ketibsiz. Bir pasda sizni ham, ro'molimni ham yo'qotib qo'yibman. Uyg'onsam yostig'im ho'l bo'lib ketibdi." Xolida boshini quyi soldi. Shamol turdi. Yaproqlarning yerdagi soyasi titray boshladi. Anhorga to'kilgan chiroq nurlari chil-chil bo'lib ketdi. Xolida birdan boshini ko'tarib, "Esingizdami, Erkin aka? Birinchi marta shu yerda, shu o'rindiqda o'tirib gaplashgan edik. Qiziq. Biron marta bir-birimizning qo'limizni ham ushlamaganmiz. U birdan qo'limdan tutdi. Qiziq. Nima demoqchi u? Axir bu bordi-yu payti kelib, meni xotinim ham birovga shunday gaplarni aytsa." Xolidaning qo'lini shaxt bilan siltab tashladim u. Uyatdan, alamdan, iztirobdan dodlab yuboray dedim. U ko'zlarimga shunchalar ma'yus, shunchalar alamli o'kinch bilan tikilib qoldiki, ko'zimni qayerga yashirishimni ham bilmay qoldim. Yo'q. Bunaqa tikilgandan ko'ra ayamay tarsaklab yuborgani, dod solib yig'lagani, odamlarni boshiga yig'ib, meni badnom qilgani 1000 marta afzal emasmidi? Men undan nima bo'lsa ham bir narsa kutardim. Ammo u hamon haykaldek qotib turardi. Anchadan keyin u havo yetishmagandek entikib gapira boshladi. "Siz meni o'shanaqa yomon xotin deb o'ylayapsizmi? Shunaqami?" Xolida bu so'zlarni shivirlab aytdi. Ammo shu 4-5 og'iz so'z quloqlarini batang keltirib, chippib bitirib qo'ygandek bo'ldi. Xolidaning ko'zlarida yosh yiltilladi. Rost, majburan qurilgan turmush xiyonat qilishga olib kelsa ehtimol. Lekin men or nomusimni, turmush o'rtog'imga bo'lgan sadoqatimni hech nimaga, sizning muhabbatingizga ham almashmayman. Men nimadir demoqchi bo'ldim, ammo so'z topa olmadim. Xolida ham menga navbat berib o'tirmadi. "Siz o'zingiz nega menga shunaqa beparvo qarab keldingiz?" Xolida yuzimga dadil tikilib mendan javob kutdi. Endi u yig'lamasdi. Men bo'lsam shu topda bir nima deyishga ojiz edim. O'sha hammasi uchun bitta men aybdormanmi? Yo'q. Muhabbatimizning uvolini ikkalamiz baravar bo'lishib olamiz. Xolidaning ko'zlari chaqnab ketdi. Ammo bir lahzadayoq yana o'shanday ma'yus bo'lib qoldi. Agar meni chindan rostdan ham yaxshi ko'rganingizda yozgan xatlarimga javob bermasmidingiz? Meni nima uchun o'qishga kira olmaganimni, uydagilar bunga yo'l qo'yishmaganini bildingizmi? Oxirgi marta uchrashuvga bora olmay qolgan kunim uyga sovchilar kelganini bildingizmi? Yo'q. Xolida birdan o'ksib yig'lab yubordi. O'sha kuniyoq singlimdan uyingizga xat berib yuborgandim. Akam eshik oldida ko'rib qolib xatni tortib olibdi. Hammasini eshitdim. O'sha kuni siz uyga kelgan ekansiz.
Akam sizni xafa qilib yuboribdi. Siz bir gap bilan arazlab ketdingiz. Men sizga ishonardim. O'zimga ishongandek ishonardim. Siz bo'lsangiz, men bir yo'la hammasidan ayrildim. Agar chindan yaxshi ko'rsangiz, shunaqa qilarmidingiz? Keyin men hech kimga ishonmay qo'ydim. Endi menga baribir edi. Xolida chuqur iztirob bilan yig'lar, uning har bir so'zi yuragimni tilimlar, har tomchi yoshi qalbim yarasiga tomardi. O'tinaman. Yig'lamang, dedim titrab qaqshab. Xolida yig'lamang. Xolida chuqur uf tortdi. Mayli, Erkin aka. Hammasi shirin tushdek o'tdi ketdi. Endi hech ham qaytib kelmaydi. Faqat sizdan bir iltimos. Endigi muhabbatingizni, boshqalarga nasib bo'ladigan muhabbatingizni ehtiyot qiling. Xolida sekin o'rnidan turdi. Qizil sumkachasini bilagiga ildi-yu, menga uzoq tikilib qoldi. U yana yig'lab yubordi. Keyin asta burildi-yu, uzoq kasaldan turgan odamdek gandiraklab yurib ketdi. Qayoqqa? Nimaga? Nahotki men yoshligimning, butun umrimning oltin daqiqalari bilan abadiy vidolashsam, nahotki u butun orzu umidlarimni o'zi bilan umrbod olib ketsa. Dahshat ichida o'rnidan sakrab turib ketdim. Xolida, butun xiyobonni yangratib, hayqirib yubordim deb o'ylagandim. Yo'q, bu so'z yuragimning tub-tubidan bo'g'iq, alamli bir nido bo'lib chiqdi. Muyurishdagi o'rik yonida unga yetib oldim. U ham, men ham terak bargidek qaltirardik. Xolida, men nimadir degim, alla nimalar deb hayqirgim kelardi. Xolida ko'zlarimga xotirjam tikilib turib, past, ammo qat'iy ohangda gapirdi. Qo'lingizni torting. Xolida, axir tushunsangiz-chi, men Xolida yaproqlari oqshom shabadasida ohista silkinib turgan o'rik tagidan burilib, muyurishda ko'zdan g'oyib bo'ldi. U ketdi-yu, ham shirin, ham achchiq, ham quvnoq, ham alamli, uzuq-yuluq xotiralar qoldi menda. Shu xotiralardan boshqa nimam ham bor mening. Axir men muhabbatimni ehtiyot qila olmagan, asray olmagan, yolg'iz yaxshi ko'rish bilan kifoyalanib qolgan odamman. Shu baxtimni avvalroq asrasam bo'lmasmidi? Ko'zlarimda yosh qalqidimi? Yo'q, nega? Endimi? Audio